Bugun ushbu Greenlit mahsulotini sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Agar vannalardan yoki rakovinalardan noxush hid keladigan bo'lsa yoki zasur bo'layotgan bo'lsa, ushbu mahsulotimiz aynan siz uchun. Bu mahsulot xuddi shunaqa donachalar ko'rinishda bo'ladi, zasurlarni, noxush hidlarni oldini oladi. Bundan tashqari, barcha axlat va sochlarni eritib tashlash xususiyatiga ega. Hozir men sizlarga o'zimni vannamda obzor qilib ko'rsataman. Birinchi bo'lib, krishkasiga to'ldirib shu mahsulotimizdan sovolasizlar. Bundan keyin qaynab turgan suvni ham tayyorlab turasizlar. Quvurlarga hammasini solib, ketidan qaynoq suvni quyib yuborasizlar. Bundan keyin taxminan 1-2 soat temay turasizlar. Suv ham quyilmasin. O'shanda hammasini o'tida tozalab tushadi va quvurlardagi barcha noxush hidlar hamda zasorlar birpasda yo'q bo'ladi. Sizlarga ham ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman.